Bu qitimli ders biz davomli boshqa filtrlar bilan tanishib chiqaylik. Ba'zi vaqtlarda apparatning alohida xususiyatlari tufaylidan rasmda shunaqa beliq ko'zi oldidagi rasm unumlari paydo bo'lib qoldi. Reallikda bu binolar hargiz bunday aylanma holatda bo'lmaydi. Hamda shu xil ahvollar ko'rilib qolgan bo'lsa, biz bularni to'g'riligi bilamdi degan chog'da bugun uyg'undigan filtrimiz buning yordam bera oladi. Men buni o'zgartirishdan burun oldi bilan buni aqliy idrokli filtr aylantirib olay. Aylantirib bo'lgandan keyin, jazmlatib bo'lgandan keyin men buni ostidagi filtr amberning ostida yana birisi bor. Bu o'sma kangini buning avtomatik moslashish deydi. Men buni chekib o'tgandan keyin diqqat qilsak bo'ldi, bu avtomatik tanglashib beribdi. Agar buningki masalan tangshash o'rinlari muvofiq bo'lmagan bo'lsa, masalan aslidagi rasm oldi degandek kelib qolgan bo'lsa, masalan bunday biz buni yana tangshay olamiz degan chog'da tamoman tangshay olamiz. Mush orqali biz masalan fokus nuqtani o'zgarish orqali buni asl unumini o'xshamagan holatda ko'ra oldik. Ham ustidagi birinchisi bo'lsa, buningki cho'ng kichikni tangshash. Men qancha bu rasmni cho'ngayib qoldi, ularni kichiklab mangdi degan gap. Men endi mushu filtrninkini qancha fokus nuqtasi o'zgarib ketadi. Men buni tabiiylikka eng bejikal eklay. Asli rasm holati taxminan musholatlar ekanda, men buni muvofiq cho'ng'iltay. Endi men mushlarni qanday qilib tuzlayman degan chog'da boyaqi fokus nuqtasini tangshash orqali tangshay oldik. Ammo odatda buni ko'pchilik qilmaymiz. Undan boshqa bizning so'l tarafimizda cheklash quroli deb bir qurolimiz bor. Mana shu orqali tangshaymiz. Masalan, men birinchi nuqtani qo'yay, anandagi tuzlaydigan nuqtani men shu yerga qo'yib bo'lgandan keyin avtomatik holda bir tuz paydo bo'ldi. Men buni aylanma holat ko'ringan holatni eklay. Eklagandan keyin bizga avtomatik mushalarni tuzlab beradi degan gap. Men yana davomli tuzlashni o'ylashayotgan rayonlarni tuzlasam bo'ldi. Masalan, shu rayonni men tuzlamoqchi. Men bu o'yinni qilmoqchi, andan keyin mana shakli o'zgarib ketgan bu rayonni o'zgartmoqchi. Masalan, bu rayon sal egilib ketganda qildi. Buni o'z avtomat tunib berdi-da, bu yerda aylanma holatni ekib tunib berdi, yoy shaklda shakllandi. Men taxminan buni tuzlab olsam bo'laverdi degan gap. Ondan keyin moya shakli o'zgarib ketgan yerlar bor ekan. O'sha holatlar orqali men tangshashni davom ettirsam bo'laverdi degan gap. Agar o'sha holatlar har holda bo'ldi deb qaragan bo'lsam, men uni jazmlashtirish boshlasam bo'ldi. Ya bo'lmasa men buni muvofiq tarzda cho'ngaytay. Ondan keyin masalan kesish oraliqlarini o'zgartsam bo'ladi. Kesish o'zgartish orqali buni jiq o'zgarsam ta'siri o'xshamaydi. Men buni boyaqi nuqtalar orqali moslashtirib, eng yaxshi unumli holatda tangshay. Agar men mush holatni har holda bo'ldi deb qaragan bo'lsam, endi men mush holatni jazmlashtirasam bo'ladi degan gap. Mana bu o'zgargandan keyingi holati. Agar ba'zi qarlar qolgan bo'lsa, biz yana buni kesish qurollari orqali muvofiq tangsak bo'ldi. Masalan, men bu yana sal kichiltib mush holatlarni olib qo'yay. Mush holat turgan bo'lsa, men bu besvasam bo'ldi. Endi bu o'zgargandagi holati, yana ba'zi oraliqlar qolib-qolibdi, men davomli kessam bo'ladi. Bu biz unum bergandan keyin tangshalgandagi holati. Bu bo'lsa aslidagi holati, mana bu o'zgargandagi holati. Mush orqali ba'zi rasmlarni to'g'rilash maqsadiga yetalaymiz degan gap.